Assalomu alaykum azizlarim. Bugun yana mavzuimiz oq dog'lar. Bu juda ham ommaviy bo'lib ketgan hozirgi kunda, ayniqsa yosh bolalarda ko'p tarqab ketgan oq dog'lar haqida sizlarga ma'lumot bermoqchiman. Qisman hozirgi holat ustida sizlarga ogohlantirish tariqasida murojaat bilan chiqaman. Avvalambor mana qizimizni 8 yosh. Birinchi navbatda bolani besi ustiga tushib ketgan. Shu kungacha nima lecheniyalar olib kelganligi haqida sizlarga aytib o'taman. Bolachamiz 2 yoshdan bog'chaga chiqqan. Men bu narsalarni sizlarga mukammal tushuntirib bermoqchiman. Shu xatolarni qaytarmaydi. Ota-onalarimiz, buvilarimiz, dodalarimiz 2 yoshda bola bog'chaga chiqqan, hali gapirmagan, til chiqmagan bo'lgan, lekin bola 5 yoshgacha bog'chaga borgan paytida bunda bolada ruhiy holat buzish boshlangan. Qattiq stress bo'lgan. Shu 3 yil mobaynida bog'chapalarimiz baraka topishsa, bu bolachani kladovkada qo'rqitib olib o'tirishgan. To bolani tili chiqmaguncha, oyisiga, adasiga aytmagunicha bo'layotgan holatni hech kim bilmagan. 3 yil mobaynida bolachada qo'rquv, qattiq stress bo'lgan.